tashladi. Kechagi to'yimizda qahramon omon bo'lsin, Sayf polvon sog' bo'lsin. Shohjahon polvon aziz do'stlar, Farg'ona Qo'qon o'qchini polvoni Shohjahon Hamroquli omon bo'lsin, sog' bo'lsin. O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Namangan G'alcha Jobir Qassobning qo'y kalomlodlari bilan tashladi. Tojik qishloq aziz xo'ja polvon shogird omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Son polvon aylantirdi, Shohjahon omon bo'lsin. Sirdaryo Beroniy Huson polvon aylantirdi. Dilmurod polvon ukalari omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Ana 4-marra yuqori chopilyapti. Qaynab choping polvonlar, harakat qiling. Birinchi marramizda do'stlar Yo'lbars polvon tashlagan Namangan Kosonsoya Abdulla Amin akamiz otlari traktorchining Tomor Qashqan omlodlari bilan tashladi. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Abdulla Amin akamiz traktorchining otlari Tomor Qashqan omlodlari bilan tashlagan Yo'lbars polvon birinchi marramiz pastiga. Bir gilam solimga qani choping polvonlar, harakat qiling. 4-marra solimlari yuqori chopilyapti. Qani polvonlar, harakat qilamiz. 4-marra o'yin qanot bo'ylab taga ko'tarildi. Qani oxirigacha mahkam bo'lasan. Farg'ona Oqbilol Akmal polvon. Vodiyimiz mashhur polvonlaridan Akmal polvon qani mahkam. Qani oxirigacha mahkam bo'lasan. Qani marraga yaqin joydasan polvon. Qani halollaysan. Qani Akmal. Qani yuqori marramiz davom belgisi. Bordimi yuqori marramizga rivojniki? Hali bormabdi, taga tushmabdi yuqori marramiz. 4-marramiz yuqori chopilyapti. 4-marramiz yuqorisi, 4-marramiz pastiga. Aziz do'stlar, Shohjahon Hamroqulov omon bo'lsin, Farg'ona Qo'qon Asxo'ja polvonning shogirdi Shohjahon. Uzoq aylantiramiz polvonlar. Yuqori marramizga uzoq aylantirib 4-marramiz 11 bo'lgan. Qani polvonlar, harakat qilinglar. Barcha muxlislar, tanijoninglar sog' bo'lsin. Shuncha uzoqmasdan yo'l bosib kelganinglar uchun qani polvonlar, harakat qilamiz. 4-marramiz yuqori chopilyapti. 4-marramiz yuqorisiga. Qaynagan joydan ot tuzori, polvon dilzori soladi, ko'ramiz. Qaysi polvonimiz, qaysi otbozimizga nasib qilarkan. Qani harakat qilamiz polvonlar. Taka degani anqov urug'mas. Alloh deb engaysang qo'ling qurug'mas. Qani ko'tar. Bizga otlar muhim, sochlar suluvmas. Omon bo'lsin qani polvonlarimiz, yurtimizning mashhur polvonlari.
Qani harakat qilamiz. 4-marramiz yuqorisi. 4-marramiz yuqorisiga chopilyapti. Aziz do'stlar, bundan oldingi marramizga Namangan 4-marramiz pastiga Shohjahon Hamroqulov, Jobir Qossob akamizni Tumor nomli otlari bilan otga mehri qo'ygan Jobirxon akamizni, Jo'rabek Jobirxon akalarimizni Bo'yka nomli otlari bilan omon bo'lsin. Shohjahon Hamroqulov taga yerda. Qani polvonlar yangitdan harakat qilamiz. Asxo'ja polvonning shogirdi, O'zbekiston Respublikasi terma jamoa a'zosi, vodiyimizda mashhur polvonlardan Shohjahon polvon omon bo'lsin. Pastki marramizga Jo'rabek Jobirxon akalarimizni Bo'yka nomli otlari bilan bo'ykasi bilan marra qildi. Otga mehr qo'ygan barcha otbozlarimiz qani joninglar sog' bo'lsin. Xudo xolasa yangi mavsumimiz boshlanish arafasidamiz. Albatta har yili barcha Uloq Cho'pyon muxlislariga shunday chiroyli tomoshalar tashkillashtirib beryapti. Yangi zamon jamoa a'zolariga siz aziz muxlislar nomidan, shaxsan o'zim nomimdan minnatdorchiliklar bildiraman. Osmonda yulduzlar, oylar ko'paysin. Zaminda jilg'ayu soylar ko'paysin. El ichra nochoru bechoralarimiz iymon e'tiqodli poylar ko'paysin. Andishali edi momolarimiz, saxovatli edi bobolarimiz, ularga o'xshasin farzandlarimiz, ot izin bosuvchi toylar ko'paysin. Ey baxil gapirma yurtning to'yini, hasadla sanama molu qo'yini, mayli baland qilib solsin uyini, yurtda obod joylar ko'paysin. Chanqasang suv so'rab soyga borasan, zoriqsang pul so'rab boyga borasan, hamma nochor bo'lsa qayga borasan. Ilohim yurtimda, Namanganda, To'raqo'rg'onda qo'lochi boylar ko'paysin. Chobinglar polvonlar. Qani harakat qilamiz. 4-marramiz yuqori sobilyapti aziz do'stlar. 4-marramiz qaynagan joyda. Qani ko'ramiz, otni zo'ri, polvonni zo'ri soladi. Qani harakat qilamiz polvonlar. Qani Karim polvon, Vodiy ko'pkari qiroli, Namangan To'raqo'rg'on farzandi. Qani harakat qiling. Qani mahkam bo'lasiz. Taga ko'tarildi. Qani taga ko'tarildi. Qani mahkam. Qani halollaysan, poklaysan polvon. Qani mahkam bo'lasan. Mujoddin aka. Hala 5-marra solimlar aziz do'stlar. Joy namoz bilan boramiz, gilam bilan qaytamiz polvonlar. 5-marramiz. Joy namoz bilan borasizlar, gilam bilan qaytasizlar. Aziz do'stlar, 4-marramiz yuqorisiga Andijon, Xo'jobod Islom polvon shogirdi Doston polvon omon bo'lsin. Doston polvon gilamga marra qilgan polvonimiz 4-marramiz yuqorisiga qaynagan joyida Mingbuloqdan Orifjon akamizni Lochin nomli otlari bilan Orifjon akamizni Lochini bilan qaynagan joyidan so'gan polvonimiz omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Doston polvon gilamga marra qilgan polvonimiz Mingbuloq Orifjon akamizni otlari bilan Doston polvon Islom polvonning shogirdlaridan omadini bersin polvon. Qani Qurbonbek 5-marramiz yuqorisi. Qani Qurbonbek. Qani mahkam. Ot ko'ndalang qo'ymang. Somonda ochib qo'yinglar polvonlar.
bordi yuqori marramizga. Omon bo'lsin yuqori pastki marramizga. Qo'rg'onbek polvondan yetib bordi taka. Hop, Saydal akamizni mashhur jangchi nomli otlari bilan O'zbekiston Respublikasi terma jamoa a'zosi, vodiyimizning mashhur polvonlaridan Karim polvonning jiyanlari, shogirdlari Qo'rg'onbek polvon omon bo'lsin. 2025-26 yilgi mavsum kashfiyotlaridan oxirlarini so'ygan polvonlarimizdan Qo'rg'onbek polvon pastki marramizga gilamga marra qilgan polvonimiz. Omadan yurtimizda barcha sport turlariga yurtboshimiz bosh yaxshi harakatlar bo'lyapti, e'tiborlar qaratilyapti. Shu qatori uloq ko'pkarimizga ham yurtimizni shaxsan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan yaxshi e'tibor qaratilyapti. 2018-yil 5-avgustda chiqarilgan qarordan so'ng barcha respublikamizning viloyatlarida Milliy gvardiya chavandozlar maktablari tashkillashtirildi. Yildan yilga uloq ko'pkarilarimiz rivojlanib boryapti. Shunday bizga sharoitlar yaratib beryapgan prezidentimiz bosh qolaversa, bugungi uloq ko'pkarimizni tashkillashtirishda yaqindan yordam bergan. Respublikamiz polvonlarini yaqinda bo'lib o'tadigan musobaqaga tayyorgarlik ko'rish uchun qo'lidan kelgan barcha sharoitlarni yaratib, ushbu maydonlarga kelishigacha sharoitlar yaratyapti. Namangan viloyat hokimi Shavkat akamiz Shokirjonovga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi uloq ko'pkarimizga shaxsan viloyat hokimimizni oxirgi marrasiga surpriz solimlari chopiladi. Har yili an'anaviy tarzda yozgi kunida chorvadorlarimiz zerikmasin, muxlislarimiz zerikmasin deb shaxsan o'zi bosh qolaversa Namangan To'raqo'rg'on yangi zamon jamoasi bosh ushbu musobaqalar tashkillashtirib kelinyapti. 4 ta insonni chaqirib, uni rozi qilib jo'natishni o'zi oson ish emas. Shuncha xalqqa, shuncha elga shunday to'ylar yaratib beryapti. Musobaqalar tashkillashtirib beryapti. Namangan viloyati hokimi Shavkat akamiz Shokirjonovichga, yangi zamon jamoasiga, muxlislar xursandmisizlar? Muxlislarimiz nomidan, shaxsan o'zimiz nomimizdan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin, tinchligimiz abadiy bo'lsin, to'ylarimiz bardavom bo'lsin iloyim. Qani polvonlar harakat qilinglar. Bugungi uloq ko'pkarimizga o'z vaqti bilan, o'z xizmati bilan, o'z xarajati bilan hissalarini qo'shgan yangi zamon jamoa a'zolariga, barcha aka-ukalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Iloyim hammanglarni, dastkorliklarga, xonadonliklarga Allohning fayzi barakasi yog'ilsin. Farzandlaringlar yurtimiz sha'nini himoya qiladigan, dinimiz ravnaqi uchun xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lib yetishsin. Barchalar qilayotgan ishlaringlarga Alloh fayzi baraka bersin. Do'stliginglarga ko'z tegmasin iloyim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarning qilayotgan ishinglar qolganlarga nima deydi? Namuna. Qani taga ko'tarildi. Qani Bobur Shoh, Sirdaryo Malik yurtimizning mashhur polvonlarida. Qani Bobur Shoh mahkam bo'lasiz. Qani halollaysiz, poklaysiz. Chap qanot bo'ylab shiddat bilan. Qani Bobur Shoh mahkam. Qani. Sirdaryo Malikning polvoni. Qani mahkam bo'lasiz, adashmasam Andijon Jamol akamizni Qoraqush nomli otlari bilan. Qani mahkam bo'lasiz. Yuqori marramizga yaqin joydasiz. Qani Bobur Shoh, qani kel yuqori marramizga. Lojdaka. Xolos. Bor yuqori marramizga. Omon bo'lsin 6-marra solimlari. Gilam bilan borasizlar, gilam bilan qaytasizlar. Aziz do'stlar, yuqori marramizga yurtimizning mashhur polvonlaridan, O'rta Osiyo mashhur polvonlaridan Bobur Shoh polvon omon bo'lsin.
Sirdaryo Mali